To'g'ri. Um, teaching style difference'lar qanaqa deb o'ylaysiz? American Uzbek teaching style difference'lar and qaysi klasslar sizga yoqqan? Computer science klasslar asosan. Bularda men birinchi как бы tushunmagan narsa, bular judayam strukturni o'ylaydi Hmm. professorlar. Masalan, ba'zida professorlarimga qanaqadir problemani tushuntiraman desam, men o'zimni tilimda tushuntiraman-da. То есть judayam oddiy qilib tushuntirishga harakat. Lekin Hmm. bularda qanaqadir judayam structured thinking-da. Masalan, siz gapingizni oddiy qilib bersangiz ba'zi tushunmaydi professor. Ah. Ularga spetsifik tushuntirib berishingiz kerak. Ba'zi endi men computer science professorlarim Hmm. bilan shunaqa bo'lgan. Hmm. Lekin bularni tushuntirish metodi juda ham zo'r, chunki bular sizni o'rganishingizni xohlaydi. Siz o'sha materialda любой narsadan bemalol ular bilan masalan ular bilan Darsdan siz noto'g'ri keyin. gapiryapsiz. Hmm. Siz noto'g'ri gapiryapsiz yoki bu qanaqa bo'ladi deb bemalol savol so'rashingiz mumkinda. Ular sizdan kutmaydi, ha, xo'p deb ketishingizni. Biz Ah. O'zbekistonda tushuntiradi, siz o'sha narsani o'rganasiz, lekin ko'p suv ichida o'rganmaysiz. Boshqa tarafdan Ah. savollarni bermaysiz-da. Bu Shunaqa qanaqa? savol Bizda ham berish kam, shunaqami? o'ta kam. Shunaqa. Aha. Bu yerda любой savolni berasiz, hech kim sizdan xafa bo'lmaydi, hech kim jahl chiqmaydi, menga nima deyapsan, sen yaxshiroq bilasanmi, Man degan narsalar yo'q. o'qituvchimanda. Kim o'qituvchi Shunaqa. deydi? Chunki bu yerda explorationda, bu yerda o'rganishingiz kerak. O'rganishingiz uchun savol berishingiz kerak. Mhm. Savol berishingiz uchun sizga shunaqa muhit bo'lishi kerak. Savol berish oson bo'ladigan joy bo'lishi kerak. Shuning uchun eng katta farq shu deb o'ylayman. Bular Teaching tushuntirishi, style. bular sizni mentalni shunaqa boshqacha o'ylaydida. Bular juda ham structured o'ynaydi. Bizni o'ylashimiz qanaqadir all over the place-da. A little bit chaotic. Shunaqa. O'shanga ham bizda Amerikanchilar goh. Amerikanlar, professorlar, hamma universitet tashqarida ham shunaqada. Juda ham structured thinking, very logical thinking. Hmm. Endi har doim ham 100% momentda zo'r bo'lmaydi, lekin shu katta farqda biz odamni o'ylashi bilan ularni o'ylash. Shunga ham ko'pincha off topic ketib qolish, masalan, menda ham o'ta ko'p bo'lar. O'zbek thinking bo'lganda, masalan, IELTSda, SAT'larda nimalar haqida o'ylab ketasizda. Savol boshqa narsani so'rayapti, men boshqa narsa haqida o'ylayapman-da xayolimda. Shunaqa bo'ladi. Haligi veda odatda to the point, structured siz aytgandaqa, thinkingda ham difference bor ancha rosa ko'p. Hech kim sizdan xafa bo'lmaydi. Biroq savol bersangiz, har doim shu savolni qabul qilib sizga javob berishga harakat qiladi hamma professorlar. Shunaqa.